Xalqarалық Kechirim Tashkiloti, Jungoni eskartish, Erkin Tibet, Xalqaro qalamkashlar jamiyati, Davlat chegarasiz muxbirlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 18 kishilik huquq tashkiloti va necha o'nlagan xalqarodagi o'qimishli olimlar 15 yanvar birlashib imzo qo'yib, oshkora murojaat qilib, Xitoy hukumatini Uyg'ur olimi Ilhom To'xtining tutilganligining 5-yilida shartsiz qo'yib berishini talab qildi. İlham To'xti 2014-yili 15-yanvarda qo'lga ilingan bo'lib, atalmış davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning bir tuqunining bildirishicha, İlham To'xti faqat Yanpuniga o'zining Erkin Osiyo radiosi tarafidan e'lon qilingan ikki parcha maqolasi va suratlarini saqlaganligi uchun shu vaqtda 10 yil kesilgan. Shuning bilan birga İlham To'xtining nurg'unlagan o'quvchilarimi o'xshamagan jinoyat bilan qo'lga ilingan. Xitoy kundalik xabarlar torining bildirishicha, 14-yanvarda ochilgan Abtonom rayonlik xalq qurultiyining 13-navbatlik 2-umumiy yig'inida Shuhrat Zokir xizmat dokumentini o'qib o'tgan. Dokumentda u ijtimoiy muqimlik xizmatining terrorlikqa qarshi tadbirlarining uzun mezgil davom qilganligini, ideyamizda va amaliyatimizda tayyorlik ko'rishimiz lozim degan. Xabarda aytilishicha, Shuhrat Zokir dokumentida 1990-yillardan buyon terrorlik, asabiylik va bo'lginchilikning ko'plagan zo'ravonlik voqealarini paydo qilganligini, shu sababdan markaziy hukumatning ijtimoiy muqimlik va uzoq mezgillik aminlikni rayon xizmatining yadrosi qilib bekitganligini alohida ta'kidlagan. U muxbirlarga qilgan so'zida, hozir Shinjongning vaziyati muqim, terrorlik va muqimlik xizmati zo'r utuqlarga erishganlikdan hozir barliq ahvollar hukumatning kontrolligida bo'lmoqda degan. Holbuki xalqaro jamoat Xitoyning terrorlikni bahona qilib milyonlagan Uyg'urlarni lagerlarga qamab olishi, jumladan terrorlik bilan qilchi aloqasi bo'lmagan necha minglagan Uyg'ur, qozoq sarxillarni tutqun qilishni, terrorlik bahonasida Uyg'urlarni yo'qotishni qasdlagan deb tanqid qilmoqda. Shundaqla Xitoy kommunistlarining milyonlarcha Uyg'urlarni qamab olish badaliga atalmış ijtimoiy muqimlik barpo qilishini tarixda misli ko'rilmagan etnik tozalash deb ta'riflamoqda. Amerika Korxonchilik institutining oliy tadqiqotchilarining qarashicha, Amerika hukumati 2017-yilda Xitoyning revizionizmchi kuch ekanligini hamda bu kuchning xalqaro tartibni o'z manfaatiga uyg'un tartibda qaytadan qurib chiqmoqchi bo'layotganligidan to'liq xabardor bo'lgan. Yana kelib Xitoyning harbiy kengaymichiligi, Amerikaning ta'sir doirasini ojizlashtirishga urinishlari, Amerikaning ittifoqdoshi bo'lgan Kanadadan rahimsizlik bilan qisos elish qatorliqlarmi Xitoyning ashu xarakterini oshkorlayotgan bo'lsa-mu, Amerika hukumati buningga qanday inkas qaytarishda bir qarorga kelinmagan. Birdek ta'kidlagan bir muhim nuqta, Amerika bu xil holatda taqobil turish uchun Xitoy bilan bo'lgan bir qism iqtisodiy munosabatni qisqartirishi yoki tangishishi lozim. Shunda qilgandalar aqliy mulk o'g'irligining oldini olg'ili, Xitoy armiyasining jon tomiriga zarba bergili, shuningdek Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligiga bo'libmi zo'r ko'lamlik nazorat mexanizmiga aralashib qolgan shirkatlarning tizginini tatqili bo'ladi. Amerikaning Xitoyga qilayotgan eksporti Amerikaning milliy ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1%ga yetmaydi. Xitoydan qilinayotgan import miqdori ozayib ketsa, buning o'rnini to'ldira oladigan ko'plagan mamlakatlar bu xil savdo shirkatlarining o'rnini bosa oladi. Yana kelib bu savdo shirkatlari hech qachon Amerika uchun xatar shakllantirmaydi. Shunga Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida tamojni bejni tatbiqlash oqilonalik emas. Aksicha Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qaytadan tangshash va qisqartirish zarur. Yanvar Keniyaning poytaxti Nayrobida bir mehmonxona va hukumat binosi qurolli hujumga uchragan. Keniya saqchi tarafining bildirishicha, oz deganda 15 kishi qazo qilgan. Yaralanuvchilarmi xeyli ko'p ekan. O'lguvchilardan Amerika fuqarosidan bir kishi, Angliya fuqarosidan bir kishi bor ekan. Bu voqeaga Somali yoshlar partiyasi ega bo'lganligini aytgan.